Dubayga qanaqa kelib qolganman, o'sha bozorda minus bo'lgandan keyin litseyda o'qib yurardi u paytlar. Hamma o'rtoqlarim tayyorlanib yurardi. Sharoiti bor o'rtoqlar hammasi Xitoyga ketaman o'qigani, u payt rosa Xitoyga o'qishga ketish moda edi. Hamma o'qish tekin ekan, u yoq ekan, bu yoq ekan ketyotdi. Ko'p o'rtoqlarim Rossiyaga, ko'p o'rtoqlarim boshqa davlatlarga o'qishga ketaman deb yurdi. Men ham demak, agar men bozorda sotuvchi bo'lib qolmasligim kerak bo'lsa, o'zimni ko'tarishim kerak, o'zimni ustimda ishlashim kerak, o'zimni rivojlantirishim kerak degan maqsad xayolga kelganda, buni yechimi bitta, bilim. Har doim ustozim aytadilar, shu yerdagi Dubaydagi ustozim aytadilar har doim, seni yoshliging bu seni unfair advantage, seni imkoniyating, yoshliging seni imkoniyating, bundan foydalanib qolishing kerak deb aytadilar har doim. Nimaki bo'lmasin, ko'zingga nima ko'rinsa, hammasini sinab ko'rgin. Men boshqa kasbda ham ishlab ko'rganman. Bu yerda misol uchun Dubayda ham birinchi ishim restoranda non tashuvchi bo'lganman. Undan keyin ofitsiant bo'lganman, undan keyin gid bo'lib ishlaganman ko'chada misol uchun o'zim taksist bo'lib. Lekin sotuvchilik menimcha men uchun eng yaxshi soha yoki yaxshi kasb bo'layman. Nimaga? Chunki odamlar bilan har doim muloqotda bo'lasiz. Men odamlar bilan yaxshi chiqisha olaman har doim. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, tilini topib, muammosi bo'lsa, muammosini yechishga harakat qilib, hunger, ochlik, och qorin, pustoy kosholyok eng katta motivatsiya ekan. Pulingiz yo'qmi, qorningiz ochmi? Ilojini topasiz baribir. Qayerdan bo'lmasin, nima bo'lmasin, baribir erkak kishida endi menimcha hammada shunaqa bo'lsa kerak, yugurtiradi, topasiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Men hozirda shu Birlashgan Arab Amirliklaridagi eng katta kompaniyalardan biri desam ham bo'ladi. Uy oldi sotish bilan shug'ullanadigan kompaniyada ishlayman. Nomi Fan Properties. Bizning kompaniyada nima bilan shug'ullanamiz? Uy sotamiz. Birlamchi, ikkilamchi bozordagi uylar, yangi qurilayotgan yoki tayyor uylarni o'sha klientlarga sotamiz, ko'rsatamiz, arendaga beramiz. Uy bilan bog'liq nima ish borki, hammasi bilan shug'ullanamiz. Oldi sotdi.